Bir nopuq bolaga hech qanday holatda qizimni turmushga bermayman. Otasining og'zidan bu so'zlarni eshitgach, uning yuragi ezildi. Qiz hijob kiyadi, dindor oilada katta bo'lgan. Uning hayoti juda tartibli. Bomdod azoni bilan kuni boshlanadi va kech tushmasdan uyga qaytish qat'iy qoida. Dakaning konservativ o'rta sinf oilasining qizi Oysha. Boshqa tomondan 1000 milyo uzoqlikda Alex yashaydi. Yigit amerikalik, butun tanasi tatuirovka bilan qoplangan. Hayot tarzi mutlaqo liberal. Dam olish kunlari uning uchun tungi klublar, do'stlari bilan shovqinli suhbatlar va erkin hayot. Ikki qutbning ikki fuqarosi. Ularning bu ikki xil dunyosi o'rtasida kitob ko'prik bo'ldi. Onlayn Amerika adabiyoti o'qish guruhida birinchi marta tanishdilar. Francis Bacon falsafasi va hayot haqidagi insholari ustida ular chuqur bahslashardi. Soatlab davom etgan bu suhbatlar qachon kitob sahifalaridan chiqib, hayot haqida hikoyalarga aylanganini ular ham sezmadi. Ekran narigi tomonidagi Alexning qo'pol, tatuirovka qilingan qobig'i ostida bunchalik yumshoq va sezgir bir qalb yashiringanini ko'rib, Oysha hayratda qoldi. Ammo ularning dunyolari mutlaqo boshqacha edi. Oysha 5 vaqt namozda sajda qilganda, Alex o'sha paytda pubda bo'lishi mumkin edi. Shunday bo'lsa-da, sevgining g'alati bir tortishish kuchi ularni yaqinlashtirdi. Alex nafaqat Oyshani sevdi, balki uning e'tiqodini ham hurmat qilishni o'rgandi. Ilgari dinga umuman ahamiyat bermagan yigit o'z-o'zidan islom haqida bilishni xohladi. Internetda Qur'onning ma'nolarini o'qiy boshladi. Oyshaning madaniyatiga moslashish, o'zining liberal hayot tarzidan chiqishi uchun u bir og'iz so'z bilan rozi bo'ldi. Singan talaffuzi bilan Oyshaga arabcha so'zlarni o'qib berganda, Oyshaning ko'zlaridan hayrat va mehr yosh oqardi. Ammo haqiqat roman sahifalaridek emas-ku. Oyshaning otasi bu munosabatdan xabar topganida uyda osmondan tushgandek bo'ldi. Konservativ oilaning otasi umr bo'yi hurmat bilan jamiyatda boshini baland tutgan. U aniq aytdi. Chet ellik yigit bilan hech qanday munosabat bo'lmaydi. Ular bizning madaniyatimizni, dinimizni tushunmaydi. 2 kundan keyin seni aldaydi va tashlab ketadi. Va o'sha tatuirovkali yigit mumkin emas. Jamiyatda yuzimni qanday ko'rsataman? Odamlar qizimni pul uchun chet ellikka bergan deb aytishadi. Sevishganlar kuni kechasi. Atrofda sevgi madhiyalari, Oyshaning xonasida esa qorong'ulik va yig'i. Kechasi video qo'ng'iroqda Alex to'satdan ekranda chiroyli olmos uzukni ko'rsatdi. Men hamma narsani tashlab sening oldinga kelmoqchiman, Oysha. Men islomni qalbimdan qabul qildim. Meniki bo'lasanmi? Oysha ekranga qarab qotib qoldi. Tomog'idan ovoz chiqmadi, faqat ko'zlaridan yosh oqardi. Uning ichida kuchli bo'ron bor edi. Bir tomonda uni dunyoga keltirgan oilasi, otasining hurmati, jamiyatning qonli nigohlari. Ikkinchi tomonda esa chet ellik bo'lsa ham u uchun butun dunyosini o'zgartirishga tayyor inson. Oilami yoki sevgimi? Qaysi birini tanlaydi? Jamiyat bu tatuirovkali chet ellik yigitni hech qachon qabul qiladimi? Oysha o'sha kuni yig'lab qo'ng'iroqni uzdi. Hammasi tugadi deb o'yladi. Ammo Oyshaning bu yurakni ezuvchi yig'izi Alexni to'xtata olmadi. Barcha taxminlar va masofalarni tugatib, o'z jamg'armalariga chipta sotib olib, Alex rostdan ham bir kuni Bangladesh zaminiga uchib keldi. Dakaning chang to'zonli ko'chalarida uzun yengli ko'ylak bilan tatuirovkalarni yashirib, boshiga do'ppi kiyib, oq panjabi kiyib, Oyshalarning mehmonxonasiga kelganida butun mahallada uf degan ovozlar ko'tarildi. Hijob kiygan qizning bu tanlovi, tanasiga chizilgan chet ellik yigit, albatta bir niyati bor. Qiz oilasining yuziga qora tuproq soldi. Atrofdagi choyxonalardan tortib, qo'shnilarning uylarigacha faqat Oyshaning axloqi haqida gapirildi. Ammo Alex taslim bo'lmadi. Bir oy davomida u Dakaning arzon mehmonxonalarida qoldi. Har kuni Oyshalarning uyiga kelardi. Singan bengol tilida Oyshaning ota-onalari bilan gaplashishga urinar, ularni hurmat qilardi. Achchiq taomlarni yeb, ko'zlaridan yosh oqsa ham kulib yeb berardi. Oyshaning otasi bilan masjidga borib namozga turardi. U isbotlagan edi, sevgi faqat teri rangiga yoki o'tmishdagi tatuirovkalarga bog'lanib qolmaydi. U qalbning pokligida bo'ladi. Alexning bu tinimsiz harakati, uning halolligi va islomga bo'lgan haqiqiy muhabbati asta-sekin Oyshaning otasining qattiq qalbini yeritdi. Bir kuni namozda o'tirganida Oyshaning otasi tushundi, qizining e'tiqodi uchun bunchalik fidoilik qila oladigan yigit qanday bo'lmasin hech qachon aldamaydi. Alloh hidoyat bergan insonni jamiyat nima deyishi bilan nima farqi bor?
Ko'p ko'z yoshlar, ruhiy kurashlar va jamiyatning son sanoqsiz yomon gaplariga javob berib, oxir-oqibat ikki oilaning roziligi bilan Oysha va Alexning nikohi bo'ldi. Bugun ular Amerikada yashamoqda. Oysha hali ham g'arb jamiyatida o'z hijobi va madaniyati bilan g'urur bilan yuradi. Alex esa tabassum bilan uning qo'lidan ushlab masjidga boradi. Sevgi oldida jamiyatning barcha tabulari mag'lub bo'ldi.